Mustabid Xitoy hokimiyatining o'zining Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlash maqsadida chet ellarda ilib berayotgan ta'tir tashviqotining uzluksiz kuchayishiga ergishib, erkin davlatlarda yashayotgan va o'zini Uyg'ur da'vogan ba'zi Xitoy purushlarning ijtimoiy aloqa munbarlaridan undidor TikTok, Instagram qatorliqlarda o'z kimligi bilan o'tirg'i chiqib, Xitoyni madhiyalaydigan tashviqotlarni boshlashi muhojiratdagi vatanparvar Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Bu xil kishilar o'z tashviqotida bir tarafdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini madhiyalab, Uyg'urlar Xitoyda baxtli yashayotidi degan tashviqotini qilsa, yana bir tarafdan Xitoy davlatining birligi va Xitoy kompartiyasiga bo'lgan sadoqatini ifodalaydigan tashviqot faoliyatlarida bo'lgan. Yaqinda TikTok to'rida tarqalgan bir sin filmida navbatda Koreyada yashayotgan Mardan ismli bir husn tuzash doktorining Koreyada tug'ilib, amdili 7 yoshga kirgan qizini Koreyadagi Xitoy elchixonasi o'rinlashtirgan Xitoy kompartiyasining 100 yilligini tabriklash san'at faoliyatiga qatnashtirganligi hamda Xitoy kompartiyasini madhiyalaydigan qizil naqshi etkizganligi oshkorlangan edi. Yaqinda TikTokda tarqalgan yana bir sin filmida Norvegiyada yashaydigan Akbar ismli bir Uyg'urning Xitoyda ishlangan avtomobil va boshqa Xitoy mahsulotlarini madhiyalab, Xitoycha tashviqotni bozorga solganligi. O'zi garchi chet elda yashayotgan bo'lsa-mu, ammo o'zini har vaqt Xitoy fuqarosi deb qaraydiganligi ko'rsatildi. Uning bu qilmishi chet ellardagi Uyg'urlar tarafidan ijtimoiy aloqa munbarlarida qattiq ayblashga uchirgandan keyin, u yana Facebookda bayonot berib, o'zini albatta Sharq Turkistonlik Uyg'ur deb biladiganligi. Ammo vatanda qolgan urug' tuqqanlar bilan aloqa ehtiyoji uchun Xitoy tilidagi TikTok to'rida Xitoy hukumatini madhiyalaydigan so'zlarni qilishga majbur bo'lganligini bildirgan va Uyg'urlardan afv so'ragan. Holbuki uning afv so'rashiga qarata yozilgan inkoslarda bir qism Uyg'urlar uning ahvolini tushunadiganligini ifodalagan bo'lsa-mu, ammo zo'r ko'pchilik Uyg'urlar uning bu qilmishini Xitoyparastlik va ikkiyuzlimichilik deb ayblagan. Shundaqla uning bu qilmishini hargizmi qabul qilmaydiganligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetining mudiri va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida, chet ellardagi oz bir qism Uyg'urlarning o'zlari demokratik davlatlarda yashab turuqliqmi, Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatini ifodalashda qilmishlarining ilgirmi ko'rilib kelayotgan bir illat ekanligini bildirdi. Zubayra xonim bu xil kishilarning ko'rsatgan bahonasi har xil bo'lsa-mu, ammo ularning bu xil qilmishi yana millat manfaatini setish hisobiga o'zining shaxsiy manfaatini qondirish ekanligini ta'kidladi. Zubayra xonim yana bu xil Xitoyga sadoqatman kishilarning chet ellarda Xitoyga qarshi elib berilayotgan norozilik namoyishlariga qatnashmayli qolmasdan, hatto G'arb demokratik davlatlaridagi Uyg'urlarning ahvolini Xitoy hukumatiga yetkazish, Xitoyga qarshi norozilik faoliyatlariga oshkora to'sqinlik qilish, Uyg'ur faoliyatchilarini qaralash qatorliq harakatlarda bo'layotganligini bildirdi. U yaqinda Avstraliyadagi Xitoy elchixonasi uchun ishlaydigan Xolida ismli Xitoyparast Uyg'ur ayolning Uyg'urlarning Xitoyga qarshi norozilik namoyishlarini oshkora to'sish harakatida bo'lganligini, Germaniyada turayotgan bir Uyg'ur qizining Xitoyning Uyg'ur siyosatini oqlab, lager shohidlarining guvohliklarini qaralaganligini misol tariqasida ko'rsatib o'tdi. Zubayra xonim Xitoy hukumati bu xildagi kishilarni o'zlariga kerak bo'lganda ozgina manfaat berib ishlatsa-mu, ammo davlat ichida bir umr Xitoyga sodiq bo'lib ishlagan Uyg'urlarni tutqun qilib turmalarga so'lig'iniga o'xshashla, ularga va ularning pullariga vaqti kelganda hamon qora qo'lni soladiganligini ogohlantirib o'tdi.